Kadis qaynonam uyga qaytdilar. Hamma joy-joyiga qaytsin, xavotir olmanglar. Nima deydilar? Senga surpriz qilmoqchi bo'ldim-da deydilar. Qaynonamni yo'q bo'lib qolishi men uchun surpriz ekanmish. Sen ishxonamga kelib surpriz qilding-ku, men ham senga surpriz qilgim keldi deb turib qitdilar ekan. Unaqa deb men siz yo'qligingizda даже ovqat ham yeyolmadim desam, ovqat isitib berdilar. Hozir o'zlari yuvinyaptilar. Qani bismillah. Qornim rosa ochib ketdi. Bizda necha bo'ldi? Bizda уже 11 bo'lyapti. Ovqat yeyolmadim rostdan. Qaynonam yo'qligi uchun emas, sovuq to'polon qilgani uchun. Bilasizlarmi, menga nima sotib olib ketdilar? Sochi to'kilish uchun ekan. Ko'rsataman. 37 ming bo'mga olibdilar. O'zbek so'mida shuncha bo'ladi. Bu qaranglar. Sochimda massaj qilib, ichidan bir bola chiqargan. Gelga o'xshagan narsa chiqargan. Mana shu ekan. Soch to'kilishini qarshi nima deydi? Soch to'kilishiga qarshi ekan. Bashnoq qilinar ekan. Bashnoq qilib massaj qilib ichidan nimadir chiqargan gapicha. Agar shu menga foyda bersa, men sizlarga ham aytaman rezultatini. Qarab turinglar. Qonim ochib ketdi. Baliqli pirojka, guruch va dengiz o'tidan sho'rva. Dengiz o'tidan sho'rvani rosa yaxshi ko'raman. Ko'pchilik aytadi, men dengiz o'tini yeyolmayman, qanaqadir shilim-shiliq deydimi, nima deydi? Shuni deyishadi, lekin bu juda ham maza. Mana dengiz o'tlari. Tiqov, issiq. Даже 18 oylik bolaman rosa yaxshi ko'radi.